Yakkasaroyda joylashgan 3 xona 75 kvadratli xonadonni qisqacha obzor qilib beraman. Maksimal shunaqa kvartira qarab o'tgan, budjetniroq narxda kvartira qarab o'tgan yaqinlarimiz maksimal tarqatib tashlaylar. Kirishimiz mana shundan boshlanadi. Bu yerda Face ID отпечаткаga kirasiz. Bu yerda security eshikda sanuzilimiz joylashgan. Buni hozir ko'rsataman. Qarang, bu yerda zalimiz как kirganda как zal o'rnida holda foydalanasiz. Bu yoki jurnalistga qo'ysangiz bo'ladi. Keyin yana bir narsa, mana bu narsa ham yuradi. Buni spalni qo'ysangiz ham bo'ladi, вообще-то qarang, cho'ziladidek katta bo'ladi bu. Televizorlarimiz hammasi original Samsung qo'yilgan. Bu yerda sanuzilni bitta ko'rishingiz mumkin. Texnika xofmo qilingan, dushovka kabinkalar qilingan, juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Hop, bu yerda esa ko'rasizlar, полностью devorlarimiz hamma shkaf bilan jihozlangan. Bu yerda esa детский xonamizda joylashgan. Детский xonaga ham xohlaysiz mana bunaqasi 2 ta karat, xohlaysiz mana bunaqasi 1 ta karat qo'ysangiz bo'ladi. Bu ham полностью shkaf, shkaflarimiz ham hozir ko'rsataman, mana qarang. Juda ham chuqur shkaflarimiz. Eshiklari ham juda ham chiroylidan qilingansizlar. Eshiklar hamma eshiklarimiz secret eshiklar qilingan. Kelinglar bu joyni ko'rsataman. Oshxonamiz bu yerda joylashgan. Etaji zolotoy 3-etajda joylashgan. Oshxonani ajratib turadigan mana shu eshiklarimiz bor. Secret xolodilnigi bor. Duxovkamiz, mikrovolnovka hamma narsa qilingan. 4 tali o'tiradigan zona. Bu yerda esa kattagina 1,5 kvadratga yaqin balkonimiz bor azizlar. Uyimiz 100% tepli pol bilan jihozlab chiroyli qilib qo'yishgan. Endi mana bu joyda mana taxmon bor, bu yerda ham nimalardir, oyoq kiyimlar yoki nimalardir o'zingiz joylab qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda esa spalnimiz, взрослый spalni, spalnini yopib turadigan. Faqat bunga jalyuzi, oynaga parda qo'ysangiz bo'ldi. Kattagina spalnimiz hamma narsa bilan tayyor jihozlab qo'yilgan. Azizlar, bu uyimizda Bratskiy Mogila, bu yog'imiz aeroport, juda ham yaqin, Yakkasaroy rayoni. Xo'p, yana tushuntirishim kerak bo'lgan narsalar, gaz suvetda muammo yo'q, подземный parkovkalar bor bu yerda. Dvorimiz zakrytiy dvor, 24 ta охран sizni himoya qilib qorovullab o'tiradi. Yana qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Agar sizga bundan kattaroq kvartira bo'lsa ham, bizda u kvartira ham bor. Telegram kanalimiz bor, obuna bo'lib qo'yinglar. Instagram stranchkamiz shapkasida turibdi. Va shunaqa chiroyli xonadonlar o'tkazib yubormaysizlar. Bu uyimiz narxiga keladigan bo'lsak, uyimizning narxi 125 ming, sunnatiga ozgina o'tib beramiz. Shoshilamiz, shunaqa kvartira qarab o'tgan yaqinlarga maksimal like bosib tarqatish esdan chiqmasin. Sizlar yaxshi ko'raman. Like bosgan qo'llaring dard ko'rmasin. Bitta like bosib qo'yganda sizdan nima ketdi? Ekranga tik tik bossangiz bo'ldi-ku. Sog' bo'linglar, xayr.